O'ylamapti men. Bu Ro'zaxonning ig'izi bek chinkan. Urib chaluli qilib qo'ysaqmi hech nima demadi. Shuning bilan biz planni o'zgartib, varis avatgan odamning ig'izidan gap olmoqchi bo'lgan. Kallan işlepti. Hadi kinço. Mantiqi varis eng ishonchli odamini avatidu. Bu odam barliq maxfiyatlikni bildi. Bunda bo'lganda bu ishga boshqa ortiq odam chetilmaydi deb o'ylab ikki xil plan tuzgan. Agar kelgan odam Ro'zaxonni tunisa, qattiq bosib qo'llanay. Navoda tunimay qolib qolsa, Nijotni uning siyoqiga kirgizib, gap olay deb o'ylagan. Oqibatda Oylamağa yerden varis mendek bir ahmak nevet deydik ne? bu üzgür qiyri tulki. Nime degen kızık? Taz, beni kuyvet. Bana hep gitme. Andım bana konu tepip ayrıtlan çıkırıp itip, derhal berip varis tahtını izlep, işlerimde bir cemsen banmaydı. Ha? Asli uzun yildan beri ko'rishmagandikan. Seni tuzuk mehmon qilib, yeb uchkizib, kutib olsam bo'ladi. Lekin bu patqoqqa o'zing xolab kirib qoldim. Endi ketanmaysa. Sen indi atsa? Encil yengem teyçunun teşvilen bir şey vurup sarangık koymagandı. Bu işte meblan imalaksı. Koyuta mı ne? Men o'g'irlashtirib qo'yma. Yaxshi yeb, yaxshi ichida qanqa. Men davomli varis tog'ning yana bir odam avatishini saqlamasam bo'lmaydi. Men ishonaman. Endi u xohlagan bir odamni avatmas. Sen bu yerda jafo chekib qolgan bo'lding. Çak Rustam Taz. Beni ağzını koyuta. Bu ixtilofga. Buningga yaxshi qaranglar. Tamıqını vaqtida biranglar. Xo'p aka. Rustam Taz. Beni koyut. Ko'p suv ketdi. Rozaxon. Rozaxon. Qopya tang attı. Hey sen kim o? Aç onu yürü. Cesur. Esat ağa. Sizi ağır taptı. Sen kaçan geldin? Ha? Osman'ın düşkenliği payda oldun mu? Ne hazır? Arkadaş ihtimalle konuşup baktım. Lekin senin beni kep kurtuluşunu oylap bakmaktı mı? Siz aynı vaqtda Osmonda tushganda men quzg'ag'animiz bor. O'ylamoqdiman, bu yaxshiliklarimizni qaytargan fursat turibdi. Sen benim bu yerlikini qanday bildin? Hey, Osman aka, siz yaqinning yog'i birim Xo'yanja degan odamni zot topdingiz-ku? Uning nadligini men bilaman. Bildim. Esat ağam tepildi. Osmon, bu nima ekan? Afsus. Bu yıllar kız burasındaki. Nasıl bor? To'xta. Bu borima deb boradigan bog'cha emas. Men bir o'ylashak. İşte bu Aysat ağa. Eslemanda kende. Yolbaskan,
Seni bir aeroport kep izdeşni tapşırıptı da. Bu akam zaten beni küçük ol gördü. Esat ağa, biz çakarak maylı. Ben bayan hiç kim kömez tam da atılıp kirgendim. Bayqap qas qaçamay qalamiz. Biz hazır nerede? Ulama dar iş gözüte bir şey kep yaptı. Biz hazır mehmanxana yarasıqa. Manım ekleyle. Buni götürüp qandan tam da atılmaz. Sizler beni soğuştuğundan bildi o. Kaldı işlemedi de böyleysizler ha. Bırak amanınız ama. Kaçı numara kiyse? Ha? Tabak mama. Maşindeydi. Almaya da gideydi. Aras. Sen dadağını qanday tapdın? Dep kelsem gepчек. Bir kun Tayirkam kiydi bir pichoq yeb ketdi. Ha? Rapqa tutilib ketdimi? To'g'ri. Dadamning aytishicha, Ravqatog'im ketishga fursat bergan tur. Lekin u qochmabdi. Aktivlik bilan butun mas'uliyatni o'z ustiga oldi. Aras. Tahir pichoq tuqqanga yaqin qaradi deydi-ku. Araz qilib kim u? Men nima bilaman? Bu dil Juray Saronning o'g'li. Ravqatog'imning jiyani. Nima? O Sofi'nin oğlu mu? To'g'ri. Uningdan muhim bir ish bor. Siz qat'iy o'ylab topolmaysiz.
Ne degine? Ben nerede? Sizler kim o? Meni qutqizganing rahmat. Rustamni ochko'zda qilmaganingmi? Rahmatda. Pulan sana bak. Men pul berdim ish qilsa, varis topshib bermamsa meni. O sana ekel demedi. Hı? Bu pakazının ağzını itişilen kalaydı ki. Ya pulunu hep yokuldu kense, ya ben ağzını başka usulda itedi ken ben. Bu pullarni o'zing elib men dengiz tashlasam bo'ldi o. Ne başka nişanım var? Pulda mı mühim? Unda bo'lsa men pulni apli og'zim itildi. Sen uning ishinamsa? Tayak hep üleydep kalsan mı? Ulan senin ağzından bir yağız yapalanmaptı. Karganı sen bir ezmetkense. Endi meni og'zimni unda chin emasdi. Ammo lekin mening ko'nglimga ayon. Bu mahbiyatlikni rostdan deb qo'ysam, mening hech qanday foydalanan qiymatim qolmaydi. Ülüşüm iniq. Lekin men og'zimni ochmasamla, varisda cho'qim meni izlaydigan odam avatidi. O chaqda mening hayot qilishimga imkoniyat bo'ldi. Doğru parası kıpsa. Sen pulunu öp ket. Ben varsın şimdi bir şey tüktü ötken bulay. Ben üzerinden şimdi berip yiyeceğim sen bulmaydı. Meni aydirib olib qo'ymamsa? Hazır Rüstem'in adamları emmiyeni kaplap buldu. Başka malın var mı? Bah. Lekin sal jilaroq. Of. Abaptı. Sen en arkasını bir ustup koy. Ne buldu ya bunca aldıra? Ciddi ishim chiqib qoldi. Hozirmi o'zi qarib bir qaytgan. Esatxon, men bilan pul qaytasiz? Muavin aka koygan şoförün telefonunu buraya. Bu için telefon kısasını apırıp koydu. Ben baştan bir taraf koyup, aldı kim var mı? Ha? Siz bormamsiz? Bo'pti. Emsa telefon nomeringizni kirgizib olay. Xudoyan topolmay yurmay. Aka telefonunu. Hem sen bu varis bilan tanışmaydı ekansan da. Beni onun olayı mismoçilik işim yok ara. Ben birisini sürüştü kılırken şunun bedeliga sana pul akıp verişke etti. Düşmünü al. Şunda desek bu da qara. O hayvancılık ödem emasligini. Ben ömrümde eski işlemimni qildim. Yaxshi nima qildim. Hech kimda qazim yo'q, hem ilishim yo'q. O'sha birlik savat qoldi. O'z qo'lim bilan oldim. Gerçi tunç görüşümüz olsun o. Sana yesiyatçı adamlarını yes kıldım. En ahırki bir yisavat deptinin işi isim kep kaldı. Menin könglimde ızçıl bir qarız var. Şuncha yılın yaqqı könglimden fakat çıkırdım. Daim düşündüm küçük oğun gibi. Anda bir ayak işi qazmıdan Yok. Bir kan qaz var. Hı? Kan qazı? Ağine, bu məxbiyətlikni mən sana dep berey. Muşundalı ketib qap qalsam, bunundan kim bu həqiqətni heç kim bilmey qaldı. Sana dep bersəm, bunundan kin muşu qarzını qaytırğan fürsət bop qalar. Mening ko'nglimmo aram tep qaldı. Məxbiyətli? To'g'ri. Varis hech kimga bildirgisi yo'q məxbiyətlik.
Tuncanın nevrinci olan siz. Polat'ın insan bergen nesnede. Polat'ın iyisi. Yupanma. Manda. Sen kim o? Ne kılmakçı? Yok. Koyuver. Sakma sen. Manda. Toktap dur ya. Allah. Topdim. Bir yupanka. Menimcha mush shu. Shuni ichib ko'rib boqmadim. Bir birodarimizga o'rlashtirib qo'ydim. Eng tez uchigan aeroplanda Jiroq dengizga berib o'z qo'li bilan san topshirib berdi. Mayman, chiroyli. Murod ish bajarisi xuddi vayko pichoqdek pokizam keskin juma. Londoncha. Sen qaytib kelmamsa? Tayirning eng yaqin do'sti G'arbiy port ekan. Ko'shilang'i deyishib qo'ydi. Nima bilan ko'rsamdan tayyorda qolaman. Sencha yaxshi ichib. Aramni obdan ilib chiqib mendan uzun umr ko'rsan olmaydi juma. Sen bo'lmasang, men qanday yashayman? Anladingmi? Xotirjam bo'la. Qanday ish bo'lsa men bor. Mening dafn marosimimga cho'qim qatnashishing kerak. Mening mitimni sen ko'tarimsan bo'lmaydi. Seni ko'tarishing kerak. Olam to'yin qatnashsam bo'la. Ha? Sen nima gaplarni anglading? Muborak bo'lsin. Avval muhim ishni bajarli. Bo'ldi. Xayrim saqla. Ciao, amigo. Qaniysan? Qo'rqib kim odamsan? Talka, az mağaştıray. Ma'qul. Emas qaytaverim. Men boshqa chiqaman. Ha, rost. Opangiz sizni yo'qlab kelmayapti, shundaymi? Aa, atkilu. Asli uni bir tomoq taklif qilsam bo'ldi. Lekin yana men ko'rishni xohlaman ekan. To'g'ri tushundim. Hey, to'g'ri tushunaman. Albatta to'g'ri tushunaman. Ayni yillar opangiz go'zal orzular bilan dadingizni menga ergashtirganini deb qo'ygan. Eng oxirida uning aytayotgani faqat uning muzdek niyati bo'ldi. U bir umr mendan ranjisimi? Men uni tamamen to'g'ri tushunaman. U mening bu yerda xizmatimni shunda qo'llaydi.
Aslida bunun bu işlarni bo'ldi qilayotganini bildirdi. Apamga qaysar ayol, lekin eg'iz bak qattiq. Eğiz qattiqlik kelganda rasl apang'izni tortibsiz. Siz oldimda turib, uning nega ketganligini so'ramoqchidingiz. Aza e'tirof qilmayapsiz, a? Bu deyiningizni tushunamadim bu. Xotirjam bo'ling. Uni men uchun kichkina bir ish qilib berishga yevatdim. Xatir yo'q. Noy tezlik qaytib keldi. Men bakchilik qilyaptim Juma. Asman chiqarishtiray aka. Munirani kechki tomoq chaqirib qo'ygandim. Aytishanga ma'qul emasmi? Bo'ldi. Daras. Shangonga kelsak, Zilola esingizdami? Yilqi Kangalning choyxonasidagi odamimizmi? Esimda bor. U men uchun chiqish berdi. Opisiniki bir bola o'zini o'zi qarashim oson emas. Mundaq bo'lsin. Apangiz kelsa, Zilolaning opisi bilan o'g'lini birga ilib sayohat berib kelinglar. Men eng yaxshi yotoq mashinadan o'rlashtirib berman. Sizga tuzuk bir damoming uzun bo'lib ketdi. Da yaxshi, Zilola bilan naqli yurtdosh kelganimizda opamiz yigirib qolmaydigan bo'ldi. Rahmat sizga aka. Bo'ldi men bormay, shirkat ishlab chiqamas bu. Betlamayman. Nima ish? Taqaka, biraylan keptike siz bilan ko'rishimsan bo'lmaydi deydi. Men bilan ko'rishsa qoldi bekchiq. Uning deyishicha, u nima yiroq dengizmi, Shiqib Zonaning o'g'li. Lekin desangiz cho'qim ko'rishdi deydi. Ha? Men kirgizib tonla. Adabli qilib muomala qilinglar. Bo'ladi aka. Yiroq dengizga zuni. Acaba devrmayak? To'g'ri. Bizning Kumichalik Kangaro'ning ismi Davr Mayakni asos qilib qo'yilgan. Bo'ldi. Amsi ishlaringiz qilavermay chiqashtiray. Bo'ldi. Aras. Sayohatning ishida mening negimdek bo'lsin. Bu mening azroq ko'nglim. Sen. Mustafa. Sizle ahır görüştük. Mustafa. Bo'ldi, yig'lama. Qanday gap bo'lsa, o'tirib deyishayli. Tog'ongning qishi kelding degan gap, o'z uying kelding degan gap. Kel, o'tir. Suv ichi. Bo'jak akamning baldiri ajab cho'ngib ketdi desa, sen Men Dolqun, cho'ng o'g'li. sen Dolqun degina. O'xshaydi ekansan. Dadangning yosh vaqtiga rost o'xshaydi ekansan. Sizlar uch o'g'il tonlarga birlikka mininglarmi? Hey, varistaga. Siz bu ishlarni hech bilmaydi ekansizda. Meni shu ikki inim uydan qo'g'lab chiqadi. Ha? Nima ish bo'ldi? Oldirmaydigina? Necha yil burun dadam qatnash voqeasiga uchrab, o'simlik adamga aylanib qoldi. Buni siz bilamsizki, Xabarim bor, yo'qlab qolgan. dadam qatnash voqeasiga uchrashdan burun vasiyatnoma qoldiribdi-ki, meni Davrmaya Ko'royninki varis bo'ladi deb. Nima? O ketdim. Nim deydigansa, meni buldim deb. Uchu o'zim bult uchun ketdim. Lekin
Sen o ayolni o'lib ketibgan ekan-ku. To'g'ri. U uni munosabatlik bir ishni surishtirgili alaydan tavakam izlab kelibdi. To'xta. O yaqinda guruhimizga bir necha maydonni qalayimqon qilib o'tgan Sunukov emas-da. Nima? Qandoqsiz Sunukov bo'lib qoldi u? Voy. Qarayon besib qoplab ketgan oni. Tivola bo'ldi. To'y qilgan vaqtingda men chaqirib olishim, men Shangandan qaytib kelsam qildish bo'lmay. Voy. Nimlar deydigansan? Qarash bor. Dunyo shu ishkangri. Aslida ishkang ishkishlar turibdilar. O naql taqoqamni izlab keldi. Hem sana uchrab qoldi. Qayil bo'lmasam bo'lmaydi. Taqdirga tamba bo'ldi. Voy eg'zim keldi deb davirdi ekansan. U oz degandimi, menda 17 yosh, 18 yosh cho'ng'u deyman. Men uning nazarida juda kichik bir qiz ala. Dadam opamdan 15 yosh cho'ng. Opamning hozir qanchalik baxtli turmush kechirayotganligini sariga suqmaysan. Men g'arbiy bo'lib kelgan oyog'i u ikkisi qaytadan muhabbatlashdi taxi. Ashtama? Buraya cephe tapmaqmabdi ekansan. Sen so'rumsan? Voy. Men nimlarni deb yurayman? Men-chu faqat uning sog'-salomat qaytib kelishini, hech qanday ish bo'lmasligidan umid qilaman. Hech ish bo'lmasligi? Qanday? Hech qanday. Yani nima yegan va? Shangang uchun bundan yaxshi narsani topolmaysanmi? Qarab baqay. Bekirka, aldırışma. Telefon qilsam olmaysan. Ali, sen birden tuttur. Ben sen turibsan qaytarayım. Atla. Kaç falan oldu? Efendim saçım ben kullandım. Yok. Ya hiç yok. Hoşmazlık. Hoşmazlık. Tügüdü. Hemmemiz tügüdü. Muşundan mühim nesim küçük gitem de o. Bu zat kim adam da o? Ben de yupen bağlığını kadar bilgen de o. Bey Bahtiyar. Voy, telefonning ilinmi nimda attastayman? Onun sen de pedon mu? Ha? Nima? Kimga? Yupen. Bu Rossiyangizda pardimi? Neymiş onunla depirse deyme? Hey, men uni deppamirdim. Bu ish asli menda. Keyin tamak maydamga tushib meni o'qitibdi. Men tek issiq o'tab, yeshotan olib qoptiman deb o'ylagandim. Andin kallam keldi. Bu tamakning ko'tiga qarasam, men odat chekadigan tamak emas. Shundan tutib
deb bakmışlık meydanının Cenkos'a qarab baksam, bir Cenkon naq şu orun tatalaydı ki. Anda uqtumda asli u meni urib aylantirib tutga. Anda mening telefonimni aqtirib, sening numarangni tepib olibdi. Ay. Ya, acab yomon nima ekan va? Seni birinchi yupan bu odam telefon qildiganligini faraz qilib, yolg'ondan ketgan bo'lib olgan gapligini. Şuna, seni izlemdigi deb o'ylab, sana telefon qilib eskartib qo'ydiga. Kechikib qolibman-da, ha? Umu meni sana o'xshash urib aylantirib etib, men yotoqning kartasini elib kirib, yotoqqa kirib, yupandan ketibdim. Hozir shuning g'imida o'ttasam, telefon qilib qoldim. Nima? Ekitibdimi? Murat degan so'ltakniza. Murat? Onun ismi Muratmi? He, to'g'ri. Men Cenkon atrofimdagi og'aylarim ko'rsatib baqsam, ba'zilar uni tunib oldi. Asli u Jurat Salomning qo'li ostida ishlaydi ekan to'q. Bir hisobda uning beqib olgan bir o'g'li ekan. Yaqinda texa ichidan yenib chiqibdi ekan. Mush mezgilni yog'zi Juratning o'g'liga ish qilib beryotibdi. İsmi Murat. Uning ish qilishi nihoyat razil ham nihoyat chaqqon bo'lgan ekan. Jamiyat uni Murat Vayka deb laqab qo'yib qo'yibdi. Juratning adimi? Ular bu yupan nima ish qilganda? Men yana surishtirib baqay. Bu yupanni Platga man topshirgan. Hozir yutib ketdi. Buningda mening mas'uliyatim bor. Senden ko'ngil olmaydi. Bu yupanni men o'zim yaxshi saqlamay qoldim. Mana qilay. Ben hozir g'aribda. Men qaytgandan keyin ko'rishib bir maslahatlashlar. Ma'qul. Bexatarlik diqqat qilamsan. Bu ishlarga senmi chetilib qolding-da? Xotirjam bo'l. Ko'nglimsan bor. Asli mandaq ekanda. Şunu sizin izlep gelişeceğim varistan. Şuna sana qanday yordamim kerak? Dadam burun daim sizden yaxshi gapingizni qildigan. Sizni o'zining yaxshi birodari edikdi. Haqqoniyatchi, adamgarchiligi bor edi. To'g'ri. Bo'dak akam o'z akamdek qildi. Bizning o'ttirimizdagi hissiyotni har qanday til bilan tushunib bo'lmaydi. Dadam deydigan, agar kunlarning birida bayram bo'lib ketib qolsa, butun oila bo'yicha g'arib portga ko'chib, varis tog'ni izlasak bo'ladi deb. Chunki uning topgan ninining yerimini mening deydi. Ben davomli zanglik qilibdim. Dada, haq eg'izni mandal deb qo'ygan gapni sen imanchi rost deb ishongansan deb. Dadam deydi. Sizlar varislar ishimizning o'rtasidagi munosabatni haqal tushunmaysizlar deb. Qo'sqon ochganda nima yeging bor? Mening nonligim bor varislar.